Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga. Hozirda Nurmat TV kanali orqali bizni ko'rib turgan aziz yurtdoshlarimiz, muxlislarimiz, qo'y mol boqayotgan insonlarga juda foydasi tegadigan bir video tayyorladik qo'limizdan kelgancha. Mana yonimda Muhammadjon shu soha, ya'ni gidroponika degan usulda bug'doyni yetishtirish. Ya'ni nima demoqchimiz? Arzon yo'li. Misol mol qo'y boqib yurgan odamlar Muhammadjon biladi. Misol hozirgi paytda mol qo'yib boqish qimmatga tushib ketyapti. Bir xilga odamlar uchun kerak bo'lsa bank hisobida qolyapti xolos-da, yo'lini bilmagan odamlarga. O'shaning uchun mana shu gidroponika usulida bug'doy yetishtirishni o'zim ham YouTube'larda ko'rgan edim. Mana shuni biz o'zim ko'zim bilan ko'rib, qani bilasizlar, bizning kanalimizda faqat haqiqat gapiriladi. Haqiqatdan realniy tayyorlanish jarayonlari, necha kunda tayyorlanadi, uni effektlari haqida ma'lumotni to'liq berishga harakat qilamiz. Yonimizda Muhammadjon bilan. Agar videolarimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan laykni, podpisatsiya bo'lmaganlar, obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lish tugmasini ezib qo'yamiz. Muhammadjon. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa, chorva mollariga, tovuqlarga, quyonlarga, hattoki baliqlarga ham bersa bo'ladigan gidroponikani mana yetishtirishni boshlaganmiz. Asosiy maqsadimiz xalqimiz dasturxoniga go'sht mahsulotini arzonroq yetkazib berish maqsadimiz bor, xudo xolasa. Keyin uni yemlarning narxiga ham ta'sir ko'rsatadi, xudo xolasa bu narsa. Ko'chada sotilib turgan kunjara, chigit, shular narxiga ham xudo xolasa yaxshi ta'sir ko'rsatadi agar bu ishni boshlasak. Muhammadjon, mana shu ish bilan shug'ullanishda anchadan beri qilib kelyapsiz. Mana ko'rib turibmiz. O'zini misol apparati deydimi, mana shu uskunani yasattirgansiz, misol uchun. Bu haqda ham yana bir gaplashamiz, to'xtalib o'tamiz. Bu apparatlar yasab sotilyapti ham, Albatta tayyor. Undan tashqari mana shu yemlarni ham tayyorlab, bemalol biznes qilmoqchi bo'lgan odamlarga ham juda yaxshi bir g'oya, bir ish bo'lib qoladi. Muhammadjon, mana shu idishlarda ko'rib turibmiz. Necha kunda tayyor bo'ladi va mana shu idishlarda necha kilodan necha kiloga oxirida misol aylanadi? Aka, bu narsani tayyorlash uchun bir hafta vaqt ketadi uzog'i bilan. Masalan, birinchi kunlari mana hozirgi mana 3-kunligi holati mana ko'rishingiz mumkin. Mana 3-kunligi holati. Bu yoqda mana tayyor bo'lgan o'sha mana bir haftaliklar. Xudo xolasa chorva mollariga bersa bo'laveradigan holatdagisi bular. 7 kunda tayyor bo'ladi. 7 kunda tayyor bo'ladi. Hozir mana quruq bug'doyni hisobga oladigan bo'lsak, 800 grammdan quruq bug'doy tushgan har bitta idishimizga ularni. Hozir tayyor bo'ladigan holatida 6 kilogramm toza mahsulot bizga kelib chiqadi. 6 kilo. 1 kilo demak bu degani 1 kilo bug'doydan 7 kilogrammdan 8 kilogrammgacha mahsulot olish mumkin o'stirib. Muhammadjon, mana misol quruq bug'doyda ham berish mumkin, qaynatib ham berish mumkin. Siz aytgandek, mana shu holatda ham berish mumkin. Endi bularda haligi nima deydi, o'rtasidagi razisa, hali iqtisodga borib taqaladida, misol qanchalik arzonga tushadi va shuni haqida bir ma'lumot bering. Albatta, aka, masalan, quruq bug'doyni chorva mollariga berganda tanasida 25% atrofida olib qoladi xolos. 75%ni o'sha o'zini go'ngiga qo'shib turib chiqarib yuboradi. Pishgan bug'doylarda masalan pishirib turib yem beradigan bo'lsak, 50% dan 60% gacha shu tanasida olib qoladi. Gidroponika usulida esa 85% dan 95% gacha tanasida olib qoladi. Keyin asosiysi bunda pateriya bo'lmaydi, aka. Masalan, qo'y mollarga berganda qogizdirib, boshqa qilgan nimasi bo'lmaydi. Oxirigacha tozalab yeb qo'yadi har qanday mol, qo'y chiroyli. Ishtaha bilan yeydi. Ishtaha bilan yeydi, albatta. Muhammadjon, mana misol uchun bu xuddi ko'rgan odam misol ko'k narsada, endi hali har xil fikr bo'lishi mumkin. Ichini o'tkazib yormaydimi qo'ylarda, misol uchun mollarda. O'sha nima deysiz o'shanga? Qanday berish misol sistemasi? Me'yoridan ortiq berilgan taqdirda ichini o'tkazadi. Me'yorida o'sha har bitta masalan qo'yga bir kunlik rejimda 2 kilodan oshirmasdan berish kerak bu narsani. Bir kunda? Sigirlarga, chorva mollariga, kattalariga, masalan qora mollarga 12 kilogrammgacha berishyapti hozir. 10 kilogrammdan 12 kilogrammgacha berishyapti. Aka, buni o'zimiz tajriba qilganmiz. Sigirlar bilan tajriba qilganimizda 6-7 kilogramm atrofida bir kunda berganmiz sigirlarga. Sutini miqdorini 25% gacha oshirdi. Kunjarani masalan kametirdik, 5 kilo, 6 kilo kunjara yeydigan o'sha chorva mollarini 2 kilogrammga tushirib turib, bu yemda masalan 5-6 kilogramm qo'shdik. Sebstoyimiz narxlari ham ancha
cho'ntaklariga foyda bo'ldi shu yetishtirib turgan insonlarni. Bundan ancha arzonga tushadi, lekin effekti yaxshi bunda. Albatta. Chunki mana 1 kilogramm bug'doyimiz hozirgi ko'chada narxini olib qaraganda 3,5 ming so'm. 7 kilogramm atrofida chiqsa, bu narsa svet rasxodi, suv rasxodini hisoblaganda 1 kilogramm yemimiz 800 so'mga aylanadi. O'zi tayyorlasa, agar inson o'zi uchun tayyorlasa, 800 so'm atrofida tushadi bu narsa. Faqat stilajlarni yaxshi apparatlarni sotib olsa, o'zi uchun qulaylik yaratib olsa, albatta oson bo'ladi ish. Muhammadjon, mana misol hozirda misol ishsiz yurgan odamlar bor, misol uchun shularga misol bu yangi biznesda tavsiya qilasizmi? Misol uchun rasxodlari qanaqa? Albatta aka, tavsiya qilamiz. Masalan, mana bu stilajimizga 30 dona patnis ketadi. Bitta stilajga 800 grammdan quruq bug'doy ketganda 24 kilogramm bug'doy rasxod qilamiz. Suv, svet, boshqa mehnatlar rasxodini olganda aka 150 ming so'm atrofida uzoqqa borsa rasxod bo'ladi. 100 ming so'm, 150 ming so'm maksimal 150 ming rasxod bo'ladi. Foyda o'pcha qancha qoladi mana misol uchun? Mana stilajimizdan agar sotadigan bo'lsak, 450 ming so'mlik hidroponikamiz bor hozir. 450 ming so'm. Albatta. Bundan chiqdi 300 ming so'm sof foyda bor. Sof foyda qilsa bo'ladi aka. Bitta stilajda. Qancha vaqt ketadi misol qarashingizga, misol buni yetishtirish uchun bir kunda? Bir kunda 20 minut vaqtimiz ketadi. Yarim soat 20 minut vaqtimizni ajratamiz. Xudo xolasa 20 minut yarim soat bilan o'zimizni ham bahra dilimiz ochiladi. Bu gidroponikalarga qaraganda, masalan, qish paytida ayniqsa yashillikni ko'rib turib, ko'rkamlikni ko'rib inson bahra dili ochiladi. Muhammadjon, mana siz misol o'zingizda ham qo'ylar, chorvalar ham bor. Bundan tashqari siz misol mashina gidroponikani tayyorlab sotasiz, ama hozirda misol 1 kilosini necha pul sotyapsiz? Xalqqa hozir 2,5 ming so'mdan sotyapmiz 1 kilogramm. Tayyor mahsulot 2,5 ming so'm. Bundan chiqdi bitta patnisdagi 7 kilo chiqadi. 7 kilo 15 ming atrofida sotiladi. Bitta patnisimiz 15 ming atrofida puli bo'ladi. 15 ming so'm bo'ladi. Muhammadjon, bu apparatlarni misol o'zlaring tayyorlayapsizlar hozirda? Albatta aka, o'zimizda patnisi ham bor, apparati ham bor. Xudo xolasa tayyorlab yetkazib beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha bemalol murojaat qilishlari mumkin. Muhammadjonning nomerlarini qo'yib qo'yamiz, albatta. Muhammadjon, mana shu stilajimiz necha bo'ladi va nechta patnis ketadi? Ya'ni necha kilogramm olish mumkin? Keyin bitta stilajimiz qanchaga tushadi? Shu haqda. Aka, bu stilajimiz hozir 6 qatorli. 6 qatorli. 6 qatorli, uzunasiga 5 dona patnis sig'adi. 30 ta patnis ketadi. Masalan, bizga telefon qilib ma'lumot olishlari mumkin, zakaz berishlari mumkin, joylariga qarab turib, ulardan kelib chiqib turib, klientlar zakasiga qarab turib yasab beraveramiz. 20 talik, 15 talik. Har kimning sharoiti har xilda, masalan, tovuq qolishi mumkin kimdir. Yoki qo'ylari kamroq bo'lsa 2 ta, 3 ta qo'y yoki bir dona moli bor insonlarga, masalan, chorva mollari bor insonlarga ham yasab beraveramiz bu narsani. O'zlari uchun hech bo'lmasa-mi? Albatta, bu narsani faqat tashqarida emas, masalan, uyda qish paytida uyni harorati, xona haroratida ham o'stirsa bo'ladigan narsa. Necha gradusda o'sadi? Haqiqatda gradusini aytmadik. 18 gradusdan 20 gradus atrofida bo'lishi kerak. Namlik nisbati 60-70 atrofida bo'lishi kerak. Lekin hozir ochiq havoda namlik ozgina past bo'lgani sababli, namligimiz quruqroq havo bo'lgani sababli suvni 3 mahal quyamiz, 2 mahal emas, 3 mahal quyamiz, lekin ochiq havoda ham natijani ko'rib turibsiz aka, xudo xolasa. Bu hozir tayyor mahsulot, Muhammadjon. Xudo xolasa. Misol taylarini bir ko'rsatingchi. Mana. Bu shunday bo'lib berilaveradi. Maydalab turib chorva mollariga bersa bo'laveradi. Hech qanday mana ko'palani yo'q, boshqa yo'q, kasalliklarsiz. Toza mahsulot. Yaxshilab yuvib tashlab, hozir tayyorlash jarayonini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz, Muhammadjon. Xudo xolasa mana bug'doyda masalan 3,5 kilo atrofida bug'doy tushgan bu paqirimizga, chelagimizga 12 soat davomida suvda uyutilib turadi. 12 soat. 12 soat davomida. Ya'ni 1 kilo oldin. Albatta. 12 soat davomida turgandan keyin hamda qoplarga olib ustini dimlab qo'yamiz. Mana buni ishni boshlagan xudo xolasa. Tayyor holatda xudo xolasa. Qancha damlanadi? Bu 2 kun davomida dimlanadi. Va bana 1 kilogramm atrofida patnislarga olamiz. 1 kilogramm atrofida tushirsak. Buni olib aka, masalan, stilajlarimizga qo'yib, 1 kun davomida ustiga patnis qo'yib qo'yamiz, dimlaymiz yana. Yana ustiga. Albatta, ozgina suvni sepib turib,
sularini dimlab qo'yamiz 1 kun davomida. 1 kundan keyin ochiq havoga olib chiqib qo'yamiz. Bemalol. Ha, albatta, tomirlab oladi asosiy. Chunki hozir to'g'ridan to'g'ri quyosh tushsa, mana yangi otyapti turgan mana nishlarga to'g'ridan to'g'ri quyosh tushganda kuydirib qo'yish ehtimoli baland bo'ladi. Shuni hisobiga 1 kun dimlab olamiz patnisda. Muhammadjon, bu stilajimiz narxi, keyin bunga qanday mahsulotlar ketadi? O'sha haqida bir ma'lumot bersangiz. Men yangi boshlayib turganlar uchun asosiy narsa mana shuni taklif qilamiz stilajlarda. Nimaga deganda, bunda o'rganish oson bo'ladi. Nisbatan boshqa narsalarga nisbatan boshqa usul bilan boshlagandan ko'ra mana shu stilajimiz tayyor. O'zini tayyor svetlari, masalan, kulerlari bor, havo yo'llari bor, havo berib turadi aka. Va mana u asosiysi suvlarning oqib ketadigan liniyasi bor. Hozir biz tashqarida o'stirib turganimizda, masalan, kulerni ham ishlatmaymiz, led chiroqlarni ham masalan kunduz ishlatmaymiz, quyosh borligi sababli. Faqat kechqurun soat 6-7 dan keyin kulerlarni, led chiroqlarni yoqamiz, suvni berib qo'yamiz, ertalabgacha qo'yamiz, o'sishda davom etadi kechasi ham. Bundan tezlatish maqsadida unumdorlikni. Unumdorlikni oshirish maqsadida. Masalan, kechqurun o'chirib qo'ysa ham bo'ladi, faqat maysalarimiz o'sishdan sekinlab ketadi. Ha, kuni ham cho'zilib ketadi. Kuni ham cho'zilib ketadi. Masalan, bir haftada tayyor bo'lmaydi, 10 kun, 12 kunda tayyor bo'ladi bu narsa. Vaqtimizni ko'p olib qoladi. Shuning uchun nimaga rejimga solganmiz, kechqurun led chiroqlarni yoqamiz, kulerni yoqamiz, kunduzi suvni berib qo'yamiz, bo'ldi. O'zi havoni nimasiga shabodasi ham bor. Quyoshni energiyasini oladi, yaxshi o'siradi. Tushunarli. Muhammadjon, hozir mana gapimiz chala qolib ketdi. Mana shu stilajimiz, masalan, patnislari, kuller, xullas chiroq hammasi tayyor holatda, misol egasiga yetguncha qancha bo'lyapti narxi? Bizni hozir bu 30 taligimizni tayyorlab berish narximiz 2.600.000 so'm aka. Arzonroq variant agar istasa, yana ham arzonlashtirib variantini qilib beraveramiz buni. Shunda o'ziga yaraydigan narsalari bor. Mana suv oqadigan liniyasi bilan led chiroqlarini arzonrog'i bor, shunisini qo'yib beramiz. Narxlar ozgina arzonlaydi, juda ham ko'p emas. Kimlardadir patnislar o'zida bo'ladi. Shu insonlarga ham yasab beraveramiz. Patnisni narxini chiqarib turib, stilajni o'zini yasab beraveramiz aka. Muhammadjon, charchamang. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda Muhammadjonni o'sha o'zini chorva qo'ylarini ham bir berish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Hozir tunda olganimiz uchun maschiroqlarni sizlarga nima uchun kullerlar nima uchun qo'yilishini bir yoritish maqsadida tunda olyapmiz. Hozir mana endi xudo xolasa bir kun kunduzi kelib qo'ylarda ularni yeyishni, qanday ishtaha bilan yeyishlarini ham ko'ramiz, Muhammadjon. Albatta aka. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar.